Instagram'dan ko'rdingiz. 2026-yilda ishlayotgan 11 kelyapti. Buni qayerga sotib qo'ydingiz aka? Bayramga bo'ldimi? Bayramdan oldin 50 yo'q bor. Yo'q. Xo'p. Ichmagansiz Nuruzmi hozir? Birinchi yo'q. Yo'q, kapot chiqarib kiraylar. Boshqa narsa ish kelaymi? Siz nima aka? Zulfiqor aka, necha yil deysiz? 30 million deyapti. 2010 ha? 2010 motordan nima deysiz? Sal konser qilish kerak. Qo'lni bering. 15 million so'm naqd qilamiz. Ya, aka, endi Nexia 2 ga to'g'ri relosini kapotini qarang. Motor qilish kerak olgan odam. Balonni yaxshi kerak. Necha 420 million. 420 million. Hech bo'lmasa 20 ketaman kerak. To'g'rimi aka? Qo'shib bo'lmasa qo'shaman aka. Kelishda bir narsa aytingiz, bir gap aytaman. Ha, o'zingiz ayting, oladigansiz. 15 million so'rabsiz, necha pul desam, kelishda mashincha deng. Qo'shing. Kimdan olmaydi mashina? Mashina taqamdan oldi. Tog'azdan, generallarni chiqardi. Harakat qilaman, lekin chiqardi. Ko'nglingiz 20 bo'layotgan bo'lsa, 20 olmaydim. To'g'ri, Nexia 2 2010. Baymoqchi, ma'lum qachonlar turibdi, motor olgan odamga bitta kirelab qo'yadi, motor qilib chiqadi, aniq. O'zi 8 million xarajat bor. Bitta kuning beradigan bo'lsa, 16 million naqd beradi. Qo'shing. Ya, qo'shing. Bundan olish kerak, qo'shmaslik kerak. Olish kerak. Necha pul bo'lsa beradi? Qo'shing qani? 2026-yilda 2-yanvar kuni, mana birinchi 2026-yil hisobidan birinchi mashina savdo qilsin. Hammaga qiziqda hozir. 2026-yil Akmal aka yana shu ishda dars davom etamiz degan odam juda ko'p. Savolga hozir bitta javob berib o'tib ketaman. Ishlanadi. Bitta ko'ring, aka bo'ladigan bo'lsa, Zulfiqor aka. Buni narxi bo'ladigan narxga rozi bo'lib bering. 17 million. Barakat bormi? Rozi bo'lib bering. Barakat aka. Akalar mana 2010 1.5 motor Nexia 2 narxi 17 millionga Zulfiqor akadan olindi. Buni endi kimdir olmoqchi bo'lsa, narxi 18 million so'm. Yangi yildan beri 1 million so'm qo'yib sotiladi mashinalar ustiga. Ehson 2 oy edi. Ehsonimiz xudo xolasa ham chiroyli qilib o'tkazib oldi. Lekinchalikda mashinalarni savdo qilib, kim qanday olaman desa ham, olingan mashinalar ustiga 1 million so'm qo'yib beriladi. 1 million so'm. Mana shu mashina 17 millionga olindi, kim olsa 18 million so'm.